Tarixdagi birinchi styuardessa kim ekanligini bilasizmi? Keling undan oldin birinchi styuard haqida gaplashamiz. U germaniyalik Genrix Kubis edi. Gap 1912-yil haqida ketyapti. U dunyodagi birinchi aviakompaniya Germaniyaning Dilek kompaniyasida samolyotda emas, balki dirijablda ishlagan. O'zi bu havo kemasida odamlar yurishini bilar edingiz? Genrixning so'nggi sayohati 1937-yil 6-mayda ayanchli tarzda yakunlangan. U New Jersey shtatining Lakehurst shahrida halokatga uchragan mashhur Hindenburg dirijablining ichida bo'lgan ekan. Birinchi styuardessa esa amerikalik Ellen Churchill edi. Endi havo kemasida emas, balki biz bilgan samolyotda. Uning asl kasbi hamshiralik bo'lgan va 1930-yilda Boeing Care Transport kompaniyasiga katta quvonch bilan ishga qabul qilishgan. Qoyil qolish kerak, Ellen o'zining bort kuzatuvchilik vazifalaridan tashqari o'sha vaqtda baklarni yonilg'i bilan to'ldirgan, bagajlarni tashigan, pilot kabinasidagi soatlarni to'g'irlagan va hattoki bortdagi pashshalarni ham o'ldirib yurgan ekan. Hozir esa biz bilgan bort kuzatuvchilik kasbi esa ancha o'zgargan va ko'pchilik ishlashni orzu qiladigan kasblar qatoriga kirib ulgurgan. Aytgancha, barcha styuard va styuardessalarni 12-iyul Butunjahon fuqaro aviatsiyasi bort kuzatuvchilari kuni bilan tabriklayman. Videoni shu kasbni egallash orzusida yurganlarga jo'natib qo'ying.